Ulug'bek aka, obyekt bo'yicha ma'lumot berib yuboring. Nima ishlar ketyapti? Hozir bizda bu yoqda liftimizni montaj qismi ketyapti. Ha, o'tgan safar hali boshlanmagan edi. Hozir boshlandi, ketyapti. Ozgina muammo bo'lgani uchun montajchilar endi boshlagan. O'rta podyezddan hozir zagotovka qilishyapti, ankerlarni qotirishyapti. Xudo xolisa, uni ham tugatib yuboramiz. Xudo xolisa sentyabr boshlarigami Bo'ldi. Tushunarli. vaziyatga qarab. Bu yoqda-chi? Bu yoq blokimizda hozir birinchi qavat perikritiyasi boshlangan. Perikritiyasi. Monoliti boshlangan karkaslari. Xudo xolisa 3 kunda betonni olamiz. Birinchi qavatni Birinchi qavat bo'ladi o'shanda. Xudo xolisa 3 kunlarda beton olsak, u yog'iga boshlanib ketadi. U yog'iga bo'ldi, to'xtalish bo'lmaydi, xudo xolisa. Xudo xolisa to'xtamaydi. Hamma qilinishi kerak bo'lgan narsalar qilindi, to'g'rimi? Ha, xudo xolisa bir oyda bir 3 ta etaj ko'tarish rejasini qilyapmiz. Bir oyda 3 ta etaj yopa olamizmi? Xudo xolisa yopamiz. Gap yo'q, agar bir oyda 3 ta etaj yopsangiz, sentyabrdan boshlab hisoblaganda ham sentyabr, oktyabr, noyabr, dekabr 4 oy bo'lyapti. Yangi yilgacha 12 ta etaj. Mayli, 12 ta emas, 10 ta etaj yopa olamizmi yangi yilgacha? Endi bu bitta bizga taalluqli emas. Bu ishchilarning kuchiga ham. To'g'ri, ha. Boshqa komandalik, boshqa odamlarga ham aloqador. Bo'lmasa unaqa qilamiz, Ulug'bek aka. Keyingi hafta hammani chaqirib bitta reja qo'yib olamiz, maqsad qo'yib olamiz shu yangi yilgacha 12 ta emas, mayli, ozgina force major qilib 10 ta etaj yopamiz deb maqsad qo'yamiz edi. Hamma aloqador odamlarni yig'ib, hammasiga bitta KPI, bitta qanaqadir mukofot qo'yamiz. Ha? Nima deysiz? Xudo xolisa. Xudo xolisa, shunga qarab polniy harakat qilinadi-da. Zo'r, agar yangi yilgacha 10 ta etaj yopib bersanglar, vashshi bilmadim, katta rezultat bo'ladi men uchun. Juda katta rezultat. O'zi shundoq ham bu blok ozgina to'xtab qoldi, orqada qolib ketdi rejadan, to'g'ri. Endi bu yog'iga agar yangi yilga 10 ta etaj yopib bersanglar, vashshi zo'r bo'ladi.